Assalomu alaykum hammaga. Hozir kafil terishdagi bitta juda katta sirni aytmoqchiman. Bu sirni ko'pchilik bilmaydi. Xullas, mana bu trapga qanday uklonga olinib kafil teriladi, qanday kesiladi, shuni aytmoqchiman. Hozir kesilayotgan joyimiz mana shu joy. Kafilimizning razmeri 1.50 ga 75 cm. Katta formatli kafil. Xullas, trap razmerini o'lchaymiz. Bu taraf necha santimetr, bu tomon necha santimetr, bundasiga necha. Shular ko'ramiz, keyin mana bu joydan mana bu joygacha necha santimetr. Shuni olamiz. Bizlarda 17 santimetr. Mana bu taraflar, bu ham 17, bu esa 98 santimetr. Mana qilsa 75. Mana bu mayashib turgan joygacha. Shu razmerda olamiz. Kafil kesiladi. 1.50 kafilimiz 52 cm kesib tashlanadi mana bu joyda. Xullas, bu razmerlar olinadi. Agar kafilimiz glyansoviy kafil bo'layotgan bo'lsa, ustiga malyarni skotch qistirilib, xuddi mana shu narsa chiziladi. Malyarni skotch ustiga chizish osonroq. Keyin bolgarkada kesiladi, almaz disk bilan kesib chiqiladi. Kafilimizni mana bu qismi lishniligi uchun buni olib tashlaymiz kesib. Mana bu joydan xuddi mana chiziqlar bo'ylab kesib chiqamiz, akkuratni, chiroyli qilib. Kesib bo'lgandan keyin changlari xohlasangiz yuvib tashlang, xohlasangiz lattan qo'yib artib tashlanib teriladi. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Odamlarga, bilmaganlarga o'rgatishni niyat qildim. Xullas, shu eng katta sirlardan biri.